qo'pol qilib aytganda o'tib qolaman olamdan. Juda ham rasvo ahvolda. O'chib qoldi. Даже biz chidolmayapmiz. Juda rasvo ahvolda. Men juda ham qiynalib chiqaman kechqurun uxlamay. Uzru qo'pol bo'lsa ham aytaman. Ertalab shu burnilarni tozalaganinglarda qum chiqyapti, prям loy chiqyapti. Juda rasvo ahvolda. Tog'ga qochib ketarsa, tog'da ham videosini tashlayman hozir. Tog' ham shunaqa changmay yotibdi. Xullas, biz ham shu bugun syomkamiz bor, inshaalloh ertadan boshlab vizaga topshirganimizni bilasizlar. O'sha viza chiqqungacha biz ham ketamiz. Bo'lmasa men umuman o'ynashmaylar. Bu chang bilan o'pkalarga yopishib juda yomon qilar ekan, falaj, insult deb tashxis qo'yishdi. Sochni tolasidan ham 15 barobar ingichka bo'lar ekan. Mana bu hozir biz chang deyotganimiz. Keyin u kirib burundan, og'izdan, quloqdan kirib o'pkaga yopishib qolar ekan. Juda yomon ishoninglar. Mashinada ham даже maska taqib o'tirib. Xabarlarni eshitdingizlarmi? Toshkentda havo ifloslanibdi. Hamma joyda pogoda juda yomon deb yozayotgan ekan. Toshkent xalqi o'zini yashayotgan uyini joyini tashlab boshqa viloyatlarga, bo'li ekologik joylarga ketmoqchi ekan. Lekin blogerlar chiqib olib shunday debdi, biz tashlab ketamiz. No, это невозможно. Sizlar tashlab ketaolmaysizlar. Qanday tashlab ketasizlar? Qaysi viloyatga borasizlar? Qulaylaringizni topasizlarmi? Temboli Toshkent, poytaxt, chiroyli shahar. Qanaqa chiroyli joylaringiz bor-da, bu narsa mumkin emas. Sizlar o'zlaringizcha bilmadim, balki shantaj qilmoqchisizlar, davlatni tashlab ketamiz, ekologiyani tozalanglar deb, lekin bu narsa ham yechim emas. Nu mana u deysizlar, bu deysizlar. Bitta narsani aytmoqchiman. Xohlasalaringiz qilinglar, xohlamasalar qilmanglar. Например, Buxoroda globus bor. Globusda juda ko'p archa ekilgan. Iminoy, men globusdan bir ostanovka uzoqda yashayman. Shu archa ekilgan joyga yaqin boraversam, o'sha yerning havosi boshqacha-da, toza. Lekin ozgina bunayroqqa havo boshqa. Globusga kirdikka, havo уже yaxshi. Shu havo ifloslanibdi. Nima uchun archa sotib olib, odamlar o'zini territoriyasiga gultubaklar bo'ladi, katta shunaqa qilib qo'yib chiqmayapsizlar. Masalan, hamma bitta uy 3 tadan archa sotib olib, ko'chalaringizga chiroyli qilib yo'l bo'yidan, biron joydan chiroyli qilib terib chiqsalaringiz, qo'ysalaringiz bo'lmaydimi? İşte bu havo toza bo'lishi uchun, o'zlaringiz uchun tashlab ketamiz, uyimizni yashamaymiz, O'zbekistonga deb shantaj qilguncha qo'llaringizdan kelmaydigan narsani, lutchi bo'ladiganini qilib, menimcha hamma joyga archa qo'yib chiqish kerak. Hamma territoriyaga, hamma uyini oldiga, hamma ko'chasiga, maktablarning atrofida hamma joyda archa bo'lsa, havo toza bo'ladi. Просто daraxtlar kesildi, imoratlar qurildi uchun ekologiya buzildi. Sizlar archa qo'yinglar. Yo'lni ustiga archa qo'yish jinoyat emasdir, mumkin emas narsa emasdir. Hech kim urushmas, yana men bilmadim. Rost aytsam bilmayman, novostilarni ko'rib men hayronman. Shu archa qo'yib chiqsalar bo'lmaskanmi dedim. Sizlar nima deysizlar? Mana shu xom miyamdan shunaqa gap chiqyapti. Sizlar miyalaringizdan nima kelyapti? Tashlab ketishmi uylaringizni? Voz kechishmi?